O'zbekiston Jahon chempionatida guruhdan chiqadi. Nega unday deyapman? Video davomida bilib olasiz. Jahon chempionatiga qur'a tashlandi va biz Portugaliya, Kolumbiya hamda play-off g'olibi bilan bir guruhda o'ynaydigan bo'ldik. Play-off g'olibi kimlar bo'lishi mumkin? Bu Kongo, Yamayka va Yangi Kaledoniya. Kolumbiyaga qarshi bemalol o'ynay olamiz. Albatta bu shaxsiy fikrim. Mana bu play-off g'oliblari bilan ham umuman ular muammo bo'lishi kerak emas bizga. Va Portugaliyaga qarshi o'yin qiyin bo'ladi. Agar g'alaba qozonsak yoki durang qilsak, hattoki sensatsiya, bu juda katta sensatsiya, shu butun dunyo biz haqimizda gapiradi. Qiyin jamoa Portugaliya, ammo Kolumbiya hamda mana bu play-off g'olibidagi 3 jamoadan istalganini biz yuta olamiz deb o'ylayapman. Tabiiyki, yuqoridagi 2 raqibni mag'lub etsak, Portugaliyaga yutqazgan taqdirimizda ham biz guruhdan chiqamiz. Eng qizig'i mana shu qur'adan oldin joylangan videoimni agar siz ko'rgan bo'lsangiz, Portugaliya va Kolumbiyani bizning guruhga tushishini taxmin qilgandim. Ajoyib guruh va jahon chempionati biz uchun muvaffaqiyatli o'tadiganga o'xshayapti. Barcha guruhlar bilan tanishishingiz mumkin. 48 jahon chempionati bo'lgani uchun ayni bir o'lim guruhi yo'q. Xo'sh, jahon chempionati haqida siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring, like bosib o'rin bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.